kichkinasini atigi 5,5 ming so'mdan olasizlar. Narxlari suv tekin bo'lgan, yangi ochilgan do'konni sizlar uchun topib qo'ydim. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Oilangiz, o'zingiz uchun, ro'zg'oringiz uchun eng kerakli narsalarni topib ketasiz. Ayollarimizni joni dili bo'lgan Baby tozalash vositalarini ham katta chegirmaga qo'yib yuborishibdi. Kichkinasini atigi 5,5 ming so'mdan olasizlar. O'rtachasi 38 ming so'mdan sotilgan. Hozir sizlar uchun 28 ming qilib qo'yishibdi. Kattasini 75 ming so'mdan olasizlar. Bunaqa narxlar faqatgina shu do'konda tez yetib kela olmasanglar, tugab qoladi. 1+1 aksiyaga ulgurib qolinglar. 10 kiloli davniy parashutlari, lenorlari qo'shilganli 190 ming so'mga xarid qilsanglar, sizlarga sovg'asiga 5 litrli suyuq gellarni qo'shib berishayotgan ekan. Shoshilinglar, bunaqangi aksiyalar har doim ham bo'lavermaydi. 61 talik kapsula parashutlar 25 ming so'mdan, peru salfetkalari 8 ming so'mdan. Bunaqa narxda oyoq kiyim anchadan beri ko'rmagan edim. Atigi 30 ming so'mdan. Sechniy krossovkalar tez kelib olmasanglar tugab qoladi. Tagliklarni chegirmada so'rayotdingizmi? Mana sizga mono tagliklari eng ko'p ishlatiladigan o'lchamlari 4-chi, 5-chi, 6-chi o'lchamlarini hammasini 50 ming so'mdan qilib qo'yishibdi. Shunda sizga har biri 1600 so'mdan tushadi. Xitoy original bosinoshka krossovkalari 160 ming so'mdan sotilgan. Hozir nerealniy narxlarda atigi 65 ming so'mdan tez kelib ulgurib olmasanglar, tugab qolishi mumkin. Hamma sevib ishlatadigan Lalaku tursikli tagliklari 110 ming so'mdan 6-chi, 7-chi, 8-chi razmerlarni ham topsanglar bo'ladi. Hidlari parfyumli bo'lib kelib turadigan Copen kapsulalarni hozirgi chegirmada 32 taligini 105 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. 3 kunlik aksiyaga ulgurib qolinglar. Yunusobod 15-kvartalda Telegram kanalimda lokatsiya. Hammanglarni chegirmada kutib qolamiz.